Assalomu alaykum. Grupamiz a'zolari 19-mart sanasida tajriba sifatida ekilgan bog'imiz ko'rishingiz mumkin. 3000 dona, 1,5 gektarga 3000 dona ko'chat ekib chiqqanmiz. Birga 5, mana bu tomoniga 1 ekilgan do'stlar. O'tgan yil dekabr oyida ekilgan daraxtimiz bu yil mana hosilini ko'rishingiz mumkin. 2 kilo, 3 kilo, o'rtacha 2 kilo, 3 kilodan hosili bor. Balki 5 kilodir. Mana bu kattaroqlarida 5 kilo ham hosili bor do'stlar mana. Hammasi bir xilda qiyoz gullagan. Mana shunday holatda suv berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Flariba Now 3 ta qator Flariba, Big Ben va Samantani ekib chiqqanmiz. Mana do'stlar, bu tomonda ko'chatdi. Mana shunday kaltagidan olingan. Mana shu yerga payvand bo'lgan. Payvandini ko'ringlar do'stlar, mana payvandi ham gullagan. O'ta ham effektli narsa, xudo xolasa. Buni ko'chatlardan endi shu 2025-yil kuzga tayyorladi. 2024 yoki 23larda yo'q edi. Bu yangi nav do'stlar. Xudo xohlasa Flaribamiz yangi, samandalarimiz bu yil sotildi, Big Benlarimiz sotildi. Lekin Flariba kuzga xudo xohlasa do'stlar ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana do'stlar, payvand bo'lgani o'sha hosil beryapti. Kimdan kim ishonarli va garantini yevroba qilaman deydigan bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'limizdan kelganicha, imkoniyatimiz yetganicha yordam qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog' qilishda adashmaymiz do'stlar, sog' bo'linglar. Jannat makon joyda yashaymiz. Suvni qaranglar.